Vayda. Ya, nima bo'ldi? Ko'rmaysanmi, oyligim tushgandi. To'y boshlab qo'yganmiz, bilasan. Oylikni shu yechib, to'yga gilom olmoqchi edim uyga. Shunga hamma pulni kreditga yechib olibdi-da. Hammasi ketibdimi? Hammasi ketibdi. Gilom deysanmi? Gilom. Men seni hozir qarab tur, bitta pasportingga bo'lib berishga, to'lashga bitta joyga olib boraman. Bo'laveradimi? Bo'laverasanmi? Zo'r bo'lardi. Yurmasa men seni olib boraman. Mana o'rta gilomsan. Yashincha gilomlar bor bu yerda. Manzilni eslatib ber. Toshot tumaniga kelishingda Zarkin shaharchasining sentrida, bu tomondan Quva tomondan kelishingda Zarkin masjididan o'tishingda chap qo'l tomon. Endi men senga gilomlar ko'rsataman. Yur. Gilomlar rosa chiroyli ekan, sifatli. Aka, sen gilom ko'rib yuribsizmi? Albatta, gilom. To'y tashishi bilan. To'yga gilom tanlab yurdik. Faqat sal narxi o'ylantiryapti. Gilomlari sifatli, chiroyli, har xil razmerlar. Narxlari aka bu yerda hamyon bob narxda. Har doim men shu yerdan olaman. Gilomlari ham sifatlik va garantiyalik. O'zini quvvatini yo'qotmaydi gilomlar aka. O'qimasdan, ikkilanmasdan olsangiz bo'laveradi. Kelinglar aka, assalomu alaykum, xushkelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sizlar? Nima xizmat aka? Shu to'yga gilom tanlash bilan olib edik, faqat Bo'ldi aka. narxi sal o'ylantiryapti. Narxdan olsa aka, biz baganimiz zavod magazini bo'lgani uchun opton narxda bo'ladi aka. Yana qo'shimchasiga bitta pasport evaziga 1 oydan 12 oygacha oldindan to'lovsiz gilam xarid qilishlar mumkin. O'lchash, o'rnatish, uyingizga yetkazib xizmatlari hamma yo'l bepul bo'ladi aka. Tanlagan gilamingiz razmerlaringizni bersangiz yoki o'zimiz bor razmerda o'lchab, razmeringizga moslab solib beramiz. O'rta yana bu yerda qarab tur. Senga kerakadigan bo'lsa har xil daroshkalar bor, xilma-xillar. Uylangandan keyin jaynamoz ham olasan-da. Jaynamoz ham xilma-xillari bor. Mashinangga ham qara, siliningga, oldiga, orqasiga xilma-xil o'shachalar bor. Keyin stolchingga bitta bundan olasan, chaqana o'tiraverasan. Keyin ostoningga mana gilomni ham olib bittasi har xil rangida bor bu ham mana. Razmerini olib kelaverasan. Ko'r bag'a. Mana zegna gilom deyiladi. Buni ham olsang kam bo'lmaysan. Razmerini aytasan, javon, stingga o'sha sondiq-pondiqlarning tagiga borib, razmerlar qilib, mana chiroyli qilib o'lchab ham solib berish kerak. Aka, qayerga shashilib tanlab bo'ldingizmi? Albatta, 12 oygacha bitta pasport evaziga muddatli to'lovga rasmiylashtirib berishdi. Bu yangilikni tez borib qo'shlarga yetkazing. Hayır. Qiynalib ko'tarib yurasiz, mana dastlabki xizmatlari ham mavjud bu yerda. Qolganlarini ular olib boradi. Men tezroq boray. Ha, mayli, yaxshi yetib oling.